Mayli. Jonim, hamma tanlagan looklaringiz yomon yarashdi. O'zi figurangiz ham asal ekan-da. Hozir yana 3-4 ta narsa tanlab oling. Bo'ldi. Buniyam. Lekin ko'zimga rosa issiq ko'rinmasdi. Bilmasam, odamga o'xshaydi. Hamma tanlaganlarimni o'raverasiz. Xo'p bo'ladi. Sizdan 8 million bo'ldi. Voy, yetmas ekan. Hozir yigitim yetaman tashlavorarlar. Alo, jon. Va salom. Kiyim oldim, pul tashlab bering. Muammo yo'q, karta tashlavor. Ahmedov udan 4 million tushdi. Rahmat, charchamang. To'xtang, ismlari Nobodo Ulug'bek emasmi? Ha? 3-7 BMWda yurmaydilarmi? Siz meni yigitimni qayerdan bilyapsiz? O'sha yigitingiz bilan bitta uyda yashaymiz. Qanaqa qilib? Lofni bilib to'g'ramasan, qachondan qidirib yurganimni. Ering menga uylanmaganman degan. Aldama, o'zing boshini aylantirib olgansan. Nima? U meni o'radi, gullab berib, rasxodlar qilib, aytganlarimni olib berib. Meni erim bunchalik rasxod qilmaydi. Ha, hozir ko'rasan. O, nima bo'ldi yana? Jon, 500 tashlab boring, yana kiymoqchiman. Nima kiyimlar olsan, rasmini tashlaman ham ko'ray. Xo'p bo'ladi. Nima kiymoqchiligimni ko'rmoqchi ekanlar. O'zim rasmga olib qo'yaman, yur. Jon, mashinani olmoqchiman. Og'ir bemalol, faqat men oxirgi tashlaganing sal ochuvroq ekan. Shu kerak emas-da, men seni rashk qilaman, jonim. Nimaga qani jonim deydiyorum. Erimni hozir shotga olib kelasan. Bo'tganligini bilsa kelmaydi. Menda plan bor. Agar hozir olib kelmasang, mahalla kuyda sharmandaga chiqazaman. Oyra, Yo'lga chiqqanimizdan beri ko'zim boylab olib kelyapsan. Qayerga kelyapmiz? sizga zo'r syurprizim bor. Oyra. Jon, uylanmagansiz-a? Yo'q, bo'lmasam sen bilan gaplashmasdim-ku. Meni yaxshi ko'rasiz-a? Jonimdan ham ortiq. Sevgi haqida ashula aytib bering. Men seni sevaman. Surpriz kattami deyman-da ya? Katta. Bitta kuchuk bo'lib bering. Kuchuk. Tayyormisiz? Tayyorman. Mana syurpriz. Wow. Xo'p. Xotiningiz. Filan, nimaga Kechir. Bo'laman.